Akalar, O'zbekistonda yangilik. Bugun men sizlarga bitta sirni ochaman. Buni qaranglar. O'zbekistonda mini kran yangiligi. Ichkarida men yerda ko'rsalaring, 1000 gradus bo'layotgan bo'lsa, buni shunday to'kamiz, 2000 gradus bo'ladi. Bitta yopib qo'yamiz. Buning ichida nima deydigan bo'lsalaring, hammamiz uchun kerakli bo'lgan bunaqa video doim ham chiqavermaydi akalar. O'shaning uchun like bosib akalar. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring, hali ham obuna bo'lib qo'yinglar. O'zbekistonda eng arzon narxda, eng sifatli pishig'ishlar qayerda bor degan obunachilarimizga bugun assalomu alaykum. Akamizdan to'liq ma'lumotni olamiz akalar. Xudo xolasa bir boshdan boshladik. Aka, bir kunda nechta g'ish ishlab chiqarasiz? Bir kunda xudo xolasa yoz kunida 60 mingtagacha pishgan g'ish chiqadi. 60 mingtagacha pishgan g'ish chiqadi. Mana shu polni hozir turgan joyimiz pishyaptimi g'ishlar aka? G'ishlarimiz 1000 gradusda pishyapti hozir. 1000 gradusda pishyapti. Xo'p aka, g'ish olayotgan odam uyiga nimalarga e'tibor berish kerak? Sizlar g'ishlarga javob beradimi o'sha talablarga? Talablarga xudo xolasa javob beradi. Birinchi bo'lib, eng asosiy muammo sho'r chiqmasin deydi. Sho'ra, pishig'ishni muammosi sho'r. Muammosi sho'r. Sho'r chiqish ehtimoli xudo xolasa eng kami. Chiqmaydi demaymiz, 10%, 20% chiqishi mumkin deymiz. Hech kimdan haligi klientlarimizdan sho'r chiqdi, boshqa bo'ldi deb muammo kelgani yo'q. Eng asosiysi nima aka, sizlardan sho'r chiqmasligi? Turpog'ini toza joydan tanlab olib kelamiz. Toza joydan tanlab olinadi. Necha yillik tajribaga egasizlar? Bu zavod 30 yildan beri ishlaydi. Yuring tabaq g'ishlar ko'r. Hozir yuklash jarayonida ketyapti. Haqa ketyapti aka bu g'ish. Bu o'zimiz Bog'dod rayoniga ketyapti. To'lov qilishib qo'ygan edi, to'lov qilishib qo'yganlarga bugun olib kelinglar deganicha uchun olib ketyapmiz. Ha, to'lov qilishgan bular. Ha, bir oy oldin. Sizga zakaz berish uchun qancha oldin aytib qo'yish kerak? Zakaz berish uchun, g'ish borish uchun hozirgi kunda bir haftagacha. Bir haftani ichida olib borib yetkazib berasiz. Olib borib beramiz. Xo'p, mana shu g'ishlar sizning g'ishlaringiz, a? Ha, shu g'ishlar. Necha xil g'ish chiqyapti bugungi kunda? Hozirgi kunda mana 22 pechatli teshiksiz g'ish chiqadi. Keyin teshikli g'ish chiqadi. 22 pechatli. Teshikligi bilan teshiksiz nima afzallik farqlari bor? Teshiklisi razmeri ozgina kattalashgani uchun 25 6,5 bo'lgani uchun 12 razmerda. 6,5 bo'lgani uchun teshikli qilib qo'ydik. Ichigacha yaxshi pishsin. Ichigacha degan ma'noda. zo'r pishsin. Xomg'ish ham chiqadi sizlar? Xomg'ish ham chiqadi, xudo xolasa. Xo'p, pishig'ishlar narxi necha puldan, xomg'ishlar narxi necha puldan? Pishig'ishlarimizni narxi hozirgi kunda mana shu g'ishlarimiz 750 so'mdan. Zavodda o'zida yuklatib berishimiz ichida. Pishig'ish 750 so'm. 750 so'm. Xo'p, dastavkasi alohida. Dastavkasi alohida. Qat-qatlarga qilib beryapsiz. Hozirgi kunda qatlarga jo'natyapsiz g'ishlarni. Dastavkamiz butun vodiy bo'ylab bor. Vodiy bo'ylab bor. Faqat So'x tumaniga olib bormaymiz, lekin vodiyni istalgan joyiga olib borib beramiz. Ovozini qaranglar akalar, tananglashini. Xo'p, qolgan joylargachi aka, Toshkent viloyati vohalarga. Hozircha endi yo'lini qilyapmiz, harakat qilyapmiz. So'rashganlar juda ko'p bo'ladi, lekin hozircha vodiyga. Hozircha vodiyga. Xo'p, xomg'ishlarni necha pul beryapsiz? Xomg'ishlarimizni hozir sotuvda yo'q. Hozir yo'q. Lekin 1 oy mobaynida chiqarib beramiz. Kunlar isishni boshlasa, sotuvga chiqarishni boshlaysizlar. Akalar, ko'ryapsizlar, pishig'ishni 10% deyapsiz, atiga. 10%, 20% chiqishi mumkin. Chiqishi mumkin. Xo'p, mana shu holatda qilinadi. Bu tomonda turpoq keladi. Mana shu ko'rsating, tog' bo'layotgan joylar turpoqlarimi aka? Turpoqlar. Turpoqlar. Mana shu yerdan elanib o'tadi. Elanib, elakda bizni g'ishimizning ichida tosh chiqib qolish ehtimoli bo'lmaydi. Chunki elagimiz bor, xudo xolasa. Elakdan bema'ni hashagam o'tmaydi, sifati ham buzilmaydi, imkon boricha yaxshilanadi. Tosh bo'lmasa yaxshi bo'ladimi ichida? Tosh chiqib qolishi mumkin bo'lsa, g'ishimiz parchalanib ketadi-da. O'shaning uchun elak qo'yilgan. Ikkovi pechkada nimada ham, apparatda ham elak bor. Elakdan o'tadi, elakdan o'tib turib, keyin beka terib turib, battan baqa olib kiriladimi keyin? Ha, pechkaga olib kiriladi. Pechka necha ming gradusda? 1000 gradusda pishadi keyin. 1000 gradusda pishadi. Xo'p, ko'mir solinadi, tamom? Ko'mir solinadi. Ko'mir solinib, 1000 gradusda pishar ekan akalar. Bittadan like bosib qo'ysalaring, kimga pishig'ish kerak bo'ladimi, xomg'ish kerak bo'ladimi? Akamiz mana sho'rsiz joydan turpoqlar tanlab olib qilishar ekan. Xudo xolasa 10% chiqib qoladigan bo'lsa, uni qanaqa aniqlab olsa bo'ladi aka? Sho'ri deyarli umuman hech kim jalba qilgani yo'q. Biz faqat chiqadi deb olib boramiz xolos. Misol uchun kuniga 50 mingta g'ish chiqsa, oyiga ancha g'ish bo'lib ketadi-yu, hech kimdan jalba tushgani yo'q. Jalba tushgan yo'q, ha? Xo'p, bitta mashq kamazimizga nechta sig'adi aka? Bu kamazimizga 5 mingta sig'adi. 5 mingta sig'adi. Andijon, Namanganlarga dastavkasi necha pul bo'lyapti puli? 5 ming, 10 mingtalik mashinada olib boramiz asosan. Andijon, Namangan tomonlariga, chunki kichkina mashina qiynalmasin deb, bu tomonlarga 1000 so'm atrofida. Shahar aholilariga 950 so'm, Andijon shahariga 1000 so'm,
Namangan shaharga o'tsa 1000 so'm atrofida olib borib beryapmiz hozirgi kunda. Ha, dastlabkasi ichida bo'lsa. Dastlabkasi ichida bo'lsa. Ha, dastlabkasi ichida bo'lsa, bu yerda o'zidan bo'lsa 700 so'm. 750 so'm. 750 so'm. Zavodda o'zidan olib ketsalaring 750 so'm, mashinalaring bo'lsa, o'zlaring kelib bemalol olib ketsalaring ham bo'ladi. Olib sotmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa ham aloqaga chiqsa bo'laveradi. Aloqaga chiqsa bo'ladi. Ha? O'zlari mashinalarda olib ketib, shaharda sotib, yana olib kelib beraman deb ishni qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Akalar bittadan laykni bosamiz. Shunaqangi arzon joydan, birinchi qo'l zavodidan mahsulotlarni, qurilish bo'yicha umuman tovarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.